Bosmachilik harakati haqida nimani bilasiz? 1918-yil 22-fevralida Turkiston muxtoriyati qonga botirilib tugatildi. Natijada mahalliy aholi bundan norozi bo'ldi. Ular o'z erkinligi, ayollarning sha'ni, o'zini mustaqilligi uchun harakat boshladi. Bolsheviklar bu harakatga soxta nom bilan ularga bosmachilar deb ta'rif berdi. Bosmachining lug'aviy ma'nosiga qaraydigan bo'lsak, ular o'g'ri, talonchi degan ma'noni anglatadi. Lekin ularning asl maqsadi bosmachilik, ya'ni talonchilik emas edi. Ular o'z erkinligini, o'zini mustaqilligi uchun harakat qilgandi. Ularni aslida istiqlolchilardi. Bu harakat 1918-yildan 1925-yilgacha dastlabki bosqichda bo'lgan bo'lsa, ularning soni 100 dan ortiq edi. Ularning eng mashhurlari Madaminbey, Shermuhammadbey, katta va kichik ergashlar. Ular mag'lubiyatga uchradi. Mag'lubiyatga uchrashning asosiy sababi ular birlashmadi. Birlashmagandan keyin natijada bolsheviklar tomonidan ular osongina yengildi. 1935-yil kelganda bu harakat bolsheviklar tomonidan bostirildi. Ularning har bitta yetakchisi yo'q qilindi yoki O'zbekistonda, ya'ni o'sha davrdagi O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasidan chiqib ketishga majbur bo'ldi. Bu harakat shunday tarixda qolgandi.